Tashqi ishlar ministri Wang Yi 8-sentabr Afg'onistonga qo'shni bo'lgan Pokiston, Eron, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston tashqi ishlar ministrlari bilan o'tkazgan yig'inda Afg'onistonga 3 million Xitoy virusi vaksinasi bilan birga 31 million dollar qiymatida oshliq, dori va boshqa ehtiyojli buyumlarni yordam qiladiganligini aytdi. Ahvoldan xabardor manbalarning bildirishicha, Amerika prezidenti Joe Biden federatsiya xizmatchilaridan Xitoy virusi qarshi turish ko'rishining bir qismi sifatida vaksina emlashni talab qiladigan bir ma'muriy buyruqqa imzo qo'ymoqchi ekan. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari NBC to'rini o'z ichiga olgan chet el taratqullariga ochiq xat avatib, Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir paytda 2022-yili Beyjingda o'tkaziladigan qishliq olimpik tanharkat musobaqasini tarqatish planidan voz kechishga chaqirdi. Gollandiyada ijtimoiy uchur vositasi TikTok ustidan sonliq ma'lumot bexatarligiga xiloflik qilganligi sababli 6 milliard yevroluk ariz sunildi. Bu haqda e'lon qilingan bayonotda TikTok sonliq ma'lumotlarni nomuvofiq bir taraf qiladi, e'lon mazmunida nomuvofiq harakat qiladi, ziyonli mazmunlardan yetarli qo'g'dash bilan ta'minlamaydi hamda abonentlarning shaxsiy uchurlarini Xitoy va Amerika qatorliq davlatlarga sotadi deyilgan. Ever Given nomli yuk paraxoti 3-oyda 6 kun turib qolgandan keyin Panama bayrog'i osgan yana bir yuk paraxoti Suez kanalida loyga bitib qilib, qatnashni polish olg'a tushirib qo'ydi. Suez kanali amaldorlarining aytishicha, konteyner paraxoti kanalda to'xtab qolgan bo'lib, bir necha soat qutqizish xizmatidan keyin asliga kelgan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Talibanlarning xalqaro e'tirof qilinishga yoki qo'llashga erishishga loyiq bo'lishi kerakligini aytdi. Blinken Amerikaning Germaniyadagi havo armiya bazasini ziyorat qilib, Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maas bilan ko'rishdi. Yig'indan keyin ikki ministr Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Yevropa ittifoqi va Birlashgan Davlatlar tashkiloti amaldorlari, shundaqla 22 davlatning ishtirok qilishi bilan Afg'oniston temasida sinliq yig'in ochdi. Twitter chiroy ifodasi, ya'ni emoji orqali inkas qaytarish iqtidorini tunji bo'lib Turkiyada sinab qilganligini e'lon qildi. Ford shirkati Hindistonda foyda oladigan va sijil hal qilish chorasi topilmag'achqa zavodlarni taqashni qaror qildi. Egilanishicha, Hindistonda sotiladigan mashina ishlab chiqarish uchun qurilgan zavodning taqilishi 4000 ga yaqin xizmatchiga ta'sir ko'rsatdi ekan.